19-savol. Bizga jadval berilgan ekan. Bu yerda 105 odamni 3 ta guruhga bo'lgan. 105 odamni 3 ta guruhga: A guruh, B guruh, C guruh. Qolaversa bu odamlarni yosh bo'yicha ham taqsimlab chiqqan. 9 yoshgacha, 10 yoshdan 19 yoshgacha, 20 yoshdan kattalar deb taqsimlab chiqqan. Jami 105 odam bor ekan. Endi bu odamlarning ichidan tasodifan bitta ishtirokchini tanlabdi. Ehtimolligi nimaga teng deyapti? O'sha tanlagan odamimizni xo'p, mana given z dan keyin kimlarni ichidan tanlaganini aytadi. Kamida 10 yoshlarni ichidan tanlagan bo'lsam dedi. Kamida 10 yoshlarni ichidan tanlagan bo'lsam, uni A guruhdan bo'lib chiqish ehtimolligini toping deyapti. Probability bu yerda ehtimollik. Kamida 10 yoshlar o'zi nechta odam ekan? Kamida 10 yoshlar. Bular mana bu 10 yoshdan 19 yoshgacha va 20 yoshdan kattalarni aytyapti. Bular 35 odam, mana bu 35 odam, jami 70 odam. Mana shu 70 odamni ichidan tanlaganda o'sha bitta tanlagan odamni A guruhdan bo'lib chiqish ehtimolligini so'rayapti. Qarang, mana savolda aytgan. O'sha odam A guruhdan bo'lish ehtimolligini toping. A guruhdan mana 17 A guruhdan mana 17 kishi, 8 kishi. Jami 25 kishi. A guruhdan ekan. 17 va 8 kishi. Demak 70 dan 25 bo'ladi ehtimolligi. Buni menimcha qisqartirgan. 5 ga bo'lsak 5, 5 ga bo'lsak 14. Mana bu kalit to'g'ri ekan.